u yerda dafn qilingani maqsadga muvofiq bo'ladi. Umar aka, haj va umra paytida ziyoratchilar o'sha o'lib qolsa, ularda dafn marosimi qanaqa bo'ladi va o'zi aslida o'sha joylarda o'lishlikni maqomi qanaqa? Xo'p, maqomiga keladigan bo'lsak, maqom jihatdan juda baland bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, qiyomat kuni birinchi men tirilaman degan. Keyin Abu Bakr tiriladi, keyin Umar tiriladi degan. Keyin Baqiy qabristonidagilar, ya'ni Masjidul Nabaviyning oldidagi qabriston tiriladi degan. Keyin Madina ahli tiriladi, keyin Makka ahli tiriladi. Ya'ni kim birinchi tirilsa, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrasida tiriladi. Alloh alam umrachilar o'zi shunaqa maqom beriladi. Undan tashqari kim oldinroq tirilsa, hisob kitobdan oldinroq o'tadi. Shu jihatdan ham maqomi baland bo'ladi. Va u yerda dafn qilinganlarni aksariyati ilmiga qarab, taqvosiga qarab Alloh izniyle Baqiy qabristoniga, Masjidul Haramning atrofidagi qabristonlarga qo'yiladi. Kimdir sal uzoqroqqa qo'yilishi ehtimoli ham bor. Olib kelishlik masalasi, dafn qilishlik masalalari qanday bo'ladi desa, dafn qilishlik masalasi ehromda vafot qilgan bo'lsa, ehrom bilan dafn qilinadi. Ehromdan alohida holatlari dafn vafot qilgan bo'lsa, albatta kafanla o'ralgan holda dafn qilinadi. Yana bitta e'tiborga oladigan joyi, xohlasa juda anaqa taniqli shaxs bo'ladigan bo'lsa, jasadini mayitni olib kelsa bo'ladi O'zbekistonga. Lekin shart emas.